jami 3 ta savol mavjud bo'ladi. Mana shu 3 ta savolga nomzod javobni beradi va suhbatni topshiradi. Kotib ushbu savollarni saqlanishiga mas'ul shaxs, ya'ni javobgar shaxs hisoblanadi. Huquqshunoslik fanidan 2 nafar, eng kamida 2 nafar, O'zbekiston tarix fani bo'yicha 2 nafar va tarbiya fanlari bo'yicha 2 nafardan mutaxassis ishtirok etadi. Bu eng kamida bundan ortiq ishtirok etishligi ham mumkin hisoblanadi. Javobi 4 ta shaklda, ya'ni 4 ta mezon bo'yicha baholanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 1-dekabrda qabul qilingan 958-sonli qarori hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul imtihonlarining yakuniy suhbat bosqichi metodikasi haqida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 1-dekabr sanasida 958-son bilan qabul qilingan qarori asosida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni yakuniy suhbat haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Dastlab to'xtalishimiz zarur bo'lgan narsa bu, yakuniy suhbatni o'tkazdirishdan asosiy maqsad nima? Ushbu savolga javob berib o'tadigan bo'lsak, yakuniy suhbatni o'tkazdirishdan asosiy maqsad nomzodda mavjud bo'lgan huquqshunoslik, O'zbekiston tarixi va tarbiya fanlari bo'yicha bilimlarni har tomonlama, xolisona va to'liq baholashdan, ya'ni tekshirishdan, baholashdan iborat hisoblanadi. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat og'zaki shaklda nomzod tomonidan belgilangan biletlarga va biletlardagi savollarga javob berishdan iborat shaklda o'tkazdiriladi. Endi biletga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir biletda huquqshunoslik fanidan bir dona, O'zbekiston tarix fanidan bir dona va tarbiya fanlaridan bir donadan jami 3 ta savol mavjud bo'ladi. Mana shu 3 ta savolga nomzod javobni beradi va suhbatni topshiradi. Savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har bir savol umumiy o'rta maxsus va professional ta'lim dasturlariga muvofiq shaklda, ya'ni ularga javob beradigan shaklda tuzilgan savollardan iborat hisoblanadi. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat savollari qabul komissiyasi raisi, ya'ni rahbari raisi tomonidan 1-iyun sanasiga qadar imzolanadi va imzolangan savollar, ya'ni suhbatning savollari qabul komissiyasini kotibida saqlanadi va kotib ushbu savollarni saqlanishiga mas'ul shaxs, ya'ni javobgar shaxs hisoblanadi. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat komissiya tomonidan kollegiallik prinsipi asosida har bir fan bo'yicha kamida 2 nafar mutaxassisdan iborat shaklda o'tkazdiriladi. Ya'ni yakuniy suhbat mobaynida huquqshunoslik fanidan eng kamida 2 nafar, O'zbekiston tarix fani bo'yicha 2 nafar va tarbiya fanlari bo'yicha 2 nafardan mutaxassis ishtirok etadi. Bu eng kamida bundan ortiq ishtirok etishligi ham mumkin hisoblanadi. Nomzodlar yakka tartibda yakuniy suhbatdan o'tish uchun ketma-ketlikda auditoriyaga kiritiladilar va auditoriyaga kiritilgan nomzodlarning soni 5 nafardan ortib ketishligi mumkin emas. Sababi u yerda ishtirok etayotgan, ya'ni boshqa yoki imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan boshqa nomzodlarni fikrini chalg'itmaslik va boshqa tinchlikni ta'minlab turishligi uchun bu zarur hisoblanadi. 5 nafardan shuning uchun ortiq bo'lishligi yo'l qo'yilmaydi. Nomzodlardan talab qilinadigan narsa, nomzod biletlardan birini tanlaydi va olgan biletining raqamini komissiya a'zolariga o'qib eshittiradi va tayyorgarlik ko'rishligi uchun o'ziga ajratilgan joyga borib o'tiradi. Nomzodga o'tirgandan so'ng tayyorgarlik ko'rishligi uchun 20 daqiqa vaqt ajratiladi. Mana shu 20 daqiqa ichida u o'ziga berilgan biletdagi 3 ta fan bo'yicha berilgan 3 ta savolga yil davomida tayyorgarlik ko'rgan bilimlari asosida tayyorgarligini ko'radi va javob berishga harakat qiladi. Xo'p, nomzodning savollarga bergan javobi qabul komissiyasining har bir a'zosi tomonidan quyidagicha baholanadi. Ya'ni bergan javobini 100% deb oladigan bo'lsak, ushbu javobi 4 ta shaklda, ya'ni 4 ta mezon bo'yicha baholanadi. 25% qismi savolning mazmuni va mohiyatini ochib berganligi uchun, ya'ni nomzod berilgan javobida savolning mazmunini ochib berdimi, mohiyatini ochib berdimi? Mana shu mezon bo'yicha berilgan javobi 25% baholanadi. Ikkinchi 25% javobni mantiqan va ketma-ket izchil ifodalashligi orqali baholanadi. Agar nomzod berilgan javobni ketma-ketlikda mantiqan izchil ifodalab bergan bo'lsa,
bunga yana 25% qismi qo'shiladi. Uchinchi qismi bu nomzod javobni mustaqil va ijodiy fikrlashi orqali namoyon qilib berishligi, ya'ni bayon qilib berishligi zarur hisoblanadi. Oxirgi qism esa javobni yoritishda ishonchli dalillardan foydalanishi zarur bo'ladi nomzod va yoki normativ huquqiy hujjatlarga havola keltirishi zarur bo'ladi. Mana shu to'rttala mezonga javob bersa, oladigan bahosini, ya'ni balini 100% shaklda oladi. Agar qaysidir biriga javob bermaydigan bo'lsa, bittasiga javob bermasa 25% qismini yo'qotadi, ikkitasiga javob bermasa teng yarmini yo'qotadi, uchtasiga javob bermasa esa 75% qismini yo'qotadi. Xullas kalom, mana shu to'rttala mezonga to'liq javob bergan nomzodlargina belgilangan maksimal ballni oladilar, ya'ni javob berayotgan fanlari bo'yicha. Xo'p, nomzod 3 ta fan bo'yicha savollarga bergan javobi umumiy maksimal 110 ballni tashkil etadi. Ya'ni agar 3 ta fanga, 3 ta savolga, 3 ta fan bo'yicha berilgan 3 ta savolga 100% javob beradigan bo'lsa, unga maksimal eng yuqorisi, ya'ni 110 ball qo'yiladi. Endi nomzodning har bir fan bo'yicha savolga bergan javobi quyidagicha aniqlanadi. 3 ta savollardan birinchisi huquqshunoslik fani bo'yicha berilgan bo'lib, huquqshunoslik fanidan nomzod maksimal 55 ball to'plashligi mumkin. Ikkinchi savol esa O'zbekiston tarixidan beriladi. O'zbekiston tarixi bo'yicha nomzod maksimal 30 ballni to'plashligi mumkin. Uchinchi savol esa tarbiya fanidan beriladi. Tarbiya fanidan esa nomzod maksimal 25 ballni to'plashligi mumkin hisoblanadi. Mana shuni umumiysi esa 110 ballni tashkil etadi. Endi 110 ballni to'liq olishlik uchun avvalo nomzod har bir fandan berilgan savollarga yuqorida keltirilgan 4 ta mezon bo'yicha to'liq javob berishligi zarur hisoblanadi. Ana o'shandagina nomzod 110 ballni qo'lga kiritadi. Keyingi qismatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qabul komissiyasi a'zolari tomonidan quyidagi baholar muhokama qilinib, ya'ni olgan baholar muhokama qilinib, har bir nomzodga yakuniy ballari qo'yib beriladi. Har bir fan bo'yicha olgan yakuniy ballari qabul komissiyasi a'zolari tomonidan muhokama qilinib, ularga ballari qo'yib beriladi. Qabul komissiyasi a'zolari qo'yib bergan ballar qaydnomaga qo'yiladi. Qaydnoma esa quyidagicha bo'ladi, ya'ni nomzodning ism, familiyasi va otasining ismi yozilgan bo'ladi. Birinchi savolga, ya'ni huquqshunoslik fani bo'yicha berilgan savolga olgan ball yoziladi. Ikkinchi ustunga esa tarix fani bo'yicha olgan baholari qo'yiladi. Uchinchi ustunga esa tarbiya fani bo'yicha olgan baholari qo'yiladi va yakuniga esa umumiy to'plagan balli qo'yib boriladi. Mana shu shaklda qabul komissiyasi a'zolari nomzodlarni qaydnomasini tuzadilar va tuzilgan qaydnoma qabul komissiyasi a'zolari tomonidan imzolanadi va qabul komissiyasining raisi ham ushbu imzoni qo'yadi. Shu tariqa imtihon o'z yakuniga yetadi. Mana shu Ichki ishlar akademiyasiga so'nggi, ya'ni yakuniy suhbat imtihoni o'tkazdirilishlik tartibi bo'lib, buni tartibi O'zbekiston boya aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 1-dekabrda qabul qilingan 958-sonli qarori hisoblanadi. Mana shu qarorda keltirilgan tartib bo'yicha hozir videoda yuqorida aytib o'tgan bosqichlarimiz amalga oshiriladi. Ketkazdirgan vaqtlaring uchun rozi bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, bu DX akademiyasining qabul nizomi. Bunisi Ichki ishlar akademiyasining qabul nizomi. Bu Jamoat xavfsizligi universitetining qabul nizomi. Farzandingizni olib qolishimiz uchun yagona shartimiz bor. Bu eti bizga, suyagi sizga.